Mana hozir zino qilishga imkoniyati yo'q-da. Biz zino degan imtihondan o'tmayapmiz hozir. Bu qachon bo'ladi imtihon? Sizdan faqatgina rozilik talab qilib turilibdi. Muannas jinsidagi odam, xotin, gap qisqasi, sizga o'zi moyillik bildirib turibdi. Hamma sharoitlar muhayyo. Sizdan rozilik talab qilindi. Mana o'sha momentda, ana shu daqiqada sizga zinodan imtihon turibdi. Tushunarlimi? Inson mana shu imtihondan o'ta olsa, nafsini shahvatini jilovlay olsa, sab'atun yudilluhumullohu fi zillihi yawma la zilla illa zillu hadisidagi go'zal, chiroyli ayol zinoga taklif qilganda, men Allohdan qo'rqaman deydigan odam Allohning arshini soyasida turadigan 7 ta odamda bittasi deyilgan. Agar sizga shunaqa zinodan imtihon bo'lganda o'ta olgan bo'lsangiz, umid qiling payg'ambarimizning bashoratidan. Siz bilan bizga mana shu shahvatlarni Alloh paydo qilib qo'ydi. Shuni jilovlasak, o'zimizni shariat doirasidan chiqarmasak, qadrimiz yana ham